O'rtoqlar, arzon uy so'raganlarga bu videoni bemalol jo'natib qo'ysalang bo'ladi. Paxtazorga kelganmiz. Qarshi shahar Paxtazorda sotiladigan kvartiramiz bor. Ya'ni 4 qavatli domda 4-qavatda joylashgan 2 xonali, yevro remont qilingan arzonroq uyga kelganmiz. Bu tarafda bitta xonamiz, bu tarafda bitta xonamiz. Ya'ni xonalar alohida. Endi mana xonalarni ko'rishda bu yerda isitish tizimi yo'q ekan. Bu tarafda ikkinchi xonamizni ko'rsatish mumkin. Ikkinchi xonamiz, ya'ni zal. Hamma narsasi ajoyib qilingan, natijada bo'lgan bu xonamiz. Endi esa sanuzellari alohida. Bu yerda yuvinish xonamiz, bu yerda esa hojatxonamiz joylashgan. Oshxonamiz har doimgidek oshxona jihozlarini balkonga chiqarishgan va balkonimiz ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz anchagina ensizu 1,5 ga 6 metrli, ya'ni katta balkon emas. Kichkinaroq balkon desak bo'ladi. Mana shu uyimiz sotilmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini sizlar uchun 349 millionga gaplashib qo'ydik. Kelasizlar, ozgina tushib beradigan joy bor. Kelasiz, savdoni qilasiz va baraka bosib ketishlaring mumkin.